Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol: kimlar buyrak donori bo'la oladi? Asosiy talablar: yosh 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lishi kerak. Ikkala buyraklari sog'lom bo'lishi kerak. Qon bosimi normal bo'lishi kerak. Hamda yurak ishemik, qandli diabet xastaliklari mavjud bo'lmasligi kerak. Eng muhimi, bemor ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishi kerak. Qarorni ixtiyoriy qabul qilish uchun. Masalaning eng qiziq joyi, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra donor faqat qarindoshlar bo'la oladi. Lekin maxsus komissiyaning qarori bilan begona shaxslar ham donor bo'la olishi mumkin. Kimlar donor bo'la olmaydi? Bular qon bosimi yuqori bemorlar, qandli diabet bilan xastalangan, yurak tosh kasalliklari bor hamda onkologik kasalliklar aniqlangan bemorlar donorlikka yaramaydi. Agar siz sog'lom bo'lsangiz, donor bo'lishdan qo'rqmang. Inson bitta buyrak bilan ham butun hayot yashay oladi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishni unutmang.